O'rtoqlar, assalomlar. Sherdor Gaming bu meni birinchi YouTube kanalim va birinchi videoyim. Bugun biz horror o'yin o'ynaymiz. Cylindrina The Killer. Killer 1, Killer 2, Killer 3. Killer 1'dan tanlaymiz o'rtoqlar. O'rtoqlar, bu meni yangi kanalim. Поддержка qilib, like va подписка bosib turishingiz chiqmasin. Bize easy'ni tanlaymiz bo'ladi, chunki biza birinchi o'ynashimiz. Bismillah, mana shu yerdan ketdi. Bismillah. Mana shu qulf. Birinchi kitob. Silindrina bitta ko'rdik bo'ldi. Bitta silindrina. Kalit topmayman. Men kalit topsam borra qana eshikni ocha olasan. Nimadir bor edi. Kalit topishim kerak. 8 ta kitob yig'sa agar chiqib ketamiz shu yerdan. Silindrinaga mumasiyam bo'lmadi. Mumasiyam chiqib keladi. Bu o'yinni ko'p ko'rganman, lekin o'ynab ko'rmaganman. Ana shunday qilsa olinib ketgan bo'ldi. Endi boyona eshigi borib ko'ramiz. Qani edi u? Bu yoqqa kirdim. Mana o eshikdan. Mana o eshikdan yo'ldan silindrina chiqdi. Silindrina. Quang bo'ldi bu yoq. Hech nima chiqmadi. Boynadan silindrina ikki tarafimizda. Qo'rqatganlar bo'ldi, bu videoni ko'rmasin. Mumas o'tdi bolalar. Mumasni ko'rdinglarmi? Yana bitta kitob. Hala? Yalmaysizmi odamlar o'lgandan keyin qo'rqitib yurishga? Men sizni o'ldirdim. Men menga nima qildim bolalar? Meni qo'rqitadi. Hamma ish yana shunday bo'lib ketdi. Boynayni mumas chiqib qoldi-da bolalar. Mumas ham qo'rqitdi odamni. Ochiring. Hamma ishi qulf. Kalit olamiz. Shigardo'chiga kelib qolmasin yana. Qon. Yine. Qale. Chekka turibdi, boylam nima qilyapti deb. Yiqitib ketdi. Ketaveramiz bola, yiqitib ketdi siqirdi. Men undan yomonlik qildim bola, aytinglar. Yomonligimni yo'q bo'laman. Chiqmaydi endi bu kitob ham. Eshik nima yerda qidiribdi? Olmani. Chiqar hozir mana shu yerdan javob gapim. O'zidan o'zi tushdi, yo'lini. Aylanish kerakda, qanday chiqadi. Kaltam chiqishi kalit. Mana ekan kalit. Ko'rdinglarmi bolalar? Sherdor burgut ko'zga yechadi mana o'zi.
Sochli deylar ham shundaligam bilishmaydi. Stop. Orqaga ketdi. Tupik ekan. Yebbil. Ketdi ordi. Ila. Yeb qo'ydi. Qaytadan mayli, taslim bo'lmaymiz. Play. Mana ondan o'ynaylik ham buni. Qo'rqityapti, bola qo'rqityapti. Ana shunisi yomon bo'lyapti. Qo'rqitmasa ekan. So'kishlar mumkin endi, qo'rqitmasa qanday o'yin bo'lishi mumkin, qora o'yin bo'lishi mumkin. Chiqma. Yebbil. Kim bor bu yoqqa? Buyurgan bu yoqqa. Faqat taxta qanovi stol bo'lib ketganmi hammada stolni ustida. Men kalit ismini olamanmi yoki kitob yozishmanmi? Kalit chiqyapti faqat. Chiqar qanov opa. Kalit foydasi. Ko'rdingmi? Kalit foydasi vobshem tegmayapti. Yo'q. Qale. Nomaqon. Opa qo'rqitib turyaptilar endi vaqti bilan. Hozir yopil. Sen boyna eshikni o'zi ochyapti. Endi qo'lga yetmasa ochilmaydi. Hozir kitobni oldik. Silindrini chiqsa agar bo'lsa. Aslı çikidan qochib olmoqchi edim lekin borku. Vallahi shu oxirgi o'yin lekin o'tsak o'tamiz, bo'lmasam hamma killerlarni o'ynab chiqdim. Bitta ikkinchisi qoldi, ikkinchisini ham o'ynab chiqamiz. Qo'rqitdi vallahi qo'rqitdi. Bitta eshik bor ekan, shunisi yaxshi ekan. Bitta eshik qilib qo'ysalar bo'lmaydimi? 3 ta eshik qilasizlar. 3 ta eshik bittasidan borib, bittasidan qanoni olib. Men balon borda bu. Opa qo'rqitmang. Men bu yoqdan keluvdim, nima qilyapti bo'lsa? Kalit bilan ish ko'radim bu yoqda. Bu eshikni ochsam, bu eshik ham ochilib ketaveradi. Yevrika. Mana ochil. Bochkadan boshqa balo ham yo'q. Lekin katta xona qilib qo'ygan. Xonani ichida bitta bochkadan boshqa hech nima yo'q. Shuni o'ylab ko'rmadim. Bu yoqda ko'rdim. Bu yoq tupik. Balga ko'rdim. Balon tiqib taylagan. Qani bu xona nima? Xona emas ekan. Xona emas. Yana bochka tiqib taylagan. Mana shu kalit bo'ladi. Qo'yib qo'yadi aslida. Kalit bo'lmaydigan bolalar. Ha, boyni ochuvdim-ku.
Bu yoqda upikmi? Bu yoqda upikmi? Bu upik emas ekan bu. Ana shu yerdan bitta kitob qo'ymasa ismimni yozibdiraman. Men Granny ana shu silindrinadagi ismimni aytdim. Yo'q hali. Ish yomon qo'rqibdi. Qon. Ne bo'lyapti? Ne oldu bu? Odam osurgan. Mo'masini jekqa osurganmi deyman, chidolmaganman. Shekar do'stcha. Bitta ham kitob topganimiz yo'qmi har? Qo'ylasan nima bo'lsin? Bitta dona kağıdım durmaz. Ben onu silindrine kokladım. İyi bak. Kız yaman değildi, kız yamandı. Kız indi. Kız yaman değildi. İyi bir. Yaman kız. Bunlardan top koymuş ki. Rahatlı çıktı. Konak oldu. Qarab turibdi keling. Qochib ketdim qaramasdan. Ana shu qarab o'tiribdi. Ko'rmaganga o'xshab. Yig'id deydi bu. Bana joy kelmanku. Kitob qani? Bunday qiladi, to'g'ri o'tamiz-da. Bunday qilib ketamiz. Bu yerdan ham yuruvdim. Voy, yurmagan qaysi yo'l qoldi? Opa. Yuragim chiqib ketdi. Chota boshqacha gaplashmasa bo'lmaygan bularni. Sardu, mana bu yerda ham yo'l bor ekan-ku. Qo'rqitishdan to'xtamay ekan. Yo'q. Ko'rdinglarmi nima bo'lganini? Rasmni turgancha rasmni qo'llab ketdi. O'zimni ko'rganimdan keyin bor. Shuni ko'rgandan keyin rasmni ham qo'llab ketadi shunaqa. Bu yerda ham xona bor. Qani? Xonangda nima bor? To'rtta kitob topdim. Qani? Haqiqatan tilingda o'zi o'yna bo'ladimi sanda? Nima bo'ladimi oxirgi o'yin? 6-kitob qani yig'ga yana qaytamiz ham bolalar. Chiqib ketaylik eshikdan, yana 2 dona kitob top. Chiqib qolmasang yana yo'lda. Zaraytkam nechi foiz hozir 90% hali ko'p ekan. Hozir men bitta kattagina xonachani bitta kalitga ochib oldim. Mana bitta kalit topdim men. Qara yurishim kerak. Chekkali. Deganimiz chekkalardan silindrini chiqib qoldi. O'zi qaraverdi. Top. Ana bu yerda ham top. Ana bo'lgan shu xonada ham zo'r bo'lardi kalit. Ana shu xonada bor endi.
bor ekanda. Bu yoqqa kelganmanmi oldin? Ha, bu yoqqa kelganman oldin. Lekin mana bu yo'ldan yurmoqdim bolaligim sirtaylarga. Mana bu yo'ldan bitta yuraman, kitobni olaman, ketaman. Yurgan ekan. Qaysi yo'ldan yurmaganman-da? Uyushtirib yana kim o? Menga turibman. Opa yuzingizga chiroyli nazar bilan qarab turaman men. Mana bu yoqda. Mana bu yoqda ham xona nima bor ekan? Bu yoqqa yurmanman lekin. Yuruvdimmi? Yurgan ekan. Bitta yutsam bo'ldi. Bir donagina kitob qoldi. Qayerga yoshirgan? Kitoblarni shunday ichida o'tir. Nima kerak eshikni bunday qilib endi? Ortga yo'lni hali ham bilaman-da bolalar. Bilmaganimda adashib qolaman. Ikkita xonani ham ochdimmi? Mana xona ochildi. Normalni qara. Tamam. Tamam bolalar, tamam. Kommen Sie echt. Yexitga boramiz endi bolalar, chiqamiz короче. Silindrina orqasini yondirib ketamiz. Bratula. Eshiging to'g'rila. Buyruq. To'g'ri ketamanmi? To'g'ri ketamanmi? Ha, to'g'ri ketaman. Yo'q, mazmunda endi. Opa rasmiyga qarab turaman, keting tezroq. Rasmiyga qarab turaman. Sana o'ziga qarab turaman. Nima qilyapti? Valloh. Nima qilyapti? Ya. Nimadir qilyapti. Qo'shgan. Ya. Yerga bormoqchi edik. Bolalar mayli. Bugungi videoni shu joyda tugataman bolalar. Zo'r bo'ldi. Like, kommentariy, podpiska bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Bu meni yangi videom. Hammaga xayr bolalar.